Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan artroz haqidagi eng keng tarqalgan 10 ta mif va ularning haqiqiy real faktlarini muhokama qilamiz. Suyak yemirilishi faqat yoshi kattalarda bo'ladi. Suyagi yemirilgan odam ko'p harakatlansa yemirilish kuchayib ketadi yoki suyak hech qachon yemirilmaydi, faqatgina tuz to'planadi degan gaplarga ishonib yurgan bo'lsangiz, bu videodan keyin fikringiz butunlay o'zgaradi. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Birinchi mif: artroz yoshi kattalarda uchraydi. Real fakt: hozirgi kunda 25-30 yoshda ham qo'ltiqtayoqda, hassada yurgan suyak yemirilishining hattoki 4-darajasi bilan kasallangan insonlarga juda ko'plab ko'zimiz tushadi. Ikkinchi mif: to'g'ri ovqatlansang artroz bo'lmaysan. Real fakt: artroz faqat to'g'ri ovqatlanishga bog'liq emas. To'g'ri ovqatlanish muhim, lekin muskullar tonusi, qon aylanishi, nerv orqali o'sha sohaning to'g'ri boshqarilishi, genetika va gormonal o'zgarishlar ham katta rol o'ynaydi. Uchinchi mif: og'riq bo'lsa, kamroq harakat qilish kerak. Ya'ni suyaging yurganing sayin bir-biriga ishqalanib yemirilib ketadi. Hozirgi kunda oddiy xalqimiz emas, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi vrachlar ham bu maslahatni berishyapti. Real fakt: suyak juda mustahkam bo'ladi. U bir-biriga ishqalanib yemirilib ketadigan narsa emas. To'g'ri, kilometrlab, 1 kilometr, 2 kilometrlab piyoda yurish suyagi yemirilgan odam uchun nagruzkali, ya'ni bosim bo'ladi. Lekin suyakni yemiradigan narsa, asosiy narsa o'sha joyda qon aylanishi yaxshi bo'lmasligining natijasida suyak to'liq oziqlana olmaydi va yemirilish kuchayib ketadi. Bu harakatsiz, ya'ni harakatni kamaytirganimiz sayin o'sha joyda qon aylanish yomon bo'ladi. Qon aylanishini yaxshilashimiz uchun esa biz doimiy harakatda va yengil mashqlarni uzluksiz qilib borishimiz kerak. To'rtinchi mif: artrozni faqat dorilar bilan davolash mumkin. Real fakt: artroz yuqorida aytganimizdek bir nechta faktlarga bog'liq bo'ladi. Bunga ovqatlanish, gormonal, genetik, mashqlar, o'sha joydagi nerv, qon tomir va muskullar holati bog'liq bo'ladi. Bularning hammasini to'g'rilab chiqmasa, faqat dorini o'zi bilan ma'lum bir natijaga erishish qiyin. Beshinchi mif: artrozda suyak yemirilmaydi. U joyda tuz to'planadi va shuning natijasida qirsillagan ovoz chiqadi, og'riq bo'ladi. Real fakt: artrozda suyak qismi yemiriladi. Tog'ay va suyak qismi yemiriladi va sinovial suyuqlik kamayadi. Bunga sabab o'sha joydagi muskullar tonusining pasayishi natijasida bo'g'imga nagruzka tushishi va qon tomirlar qisilishi natijasida qon aylanishi buzilib, suyakda oziqlanish buziladi. Buning natijasida artroz rivojlanadi. 6-mif: suyak yemirilishining davosi yo'q. Uni faqat operatsiya bilan hal qilish mumkin. Hozirgi kunda bu juda ko'payib ketdi. Real fakt: artrozni bosqichlari bor. 1, 2, 3, 4 bosqichlar. Bunda birinchi bosqich, ikkinchi bosqichda hech qanday operatsiya qilish mumkin emas. Uni ma'lum harakatlar, mashqlar, kinezologik korreksiyalar orqali 100% davolasa bo'ladi. 3-bosqichda ham umid qilsa bo'ladi. 3-bosqichning boshlang'ich bosqichlarida davolasa bo'ladi. 3-bosqichning oxiri, 4-bosqichlarida esa koks artrozni yoki gonartroz tizza yemirilishini to'liq og'riqlarini kamaytirib, harakatni yaxshilab bersa bo'ladi. Ya'ni zinalardan chiqib tushishda, o'tirish, turish, kechasi yotganda, uxlaganda og'riqlardan xalos qilib, uning hayot tarzini yaxshilasa bo'ladi. Oxirgi 4-bosqichning oxirida boshqa hech qanaqa lecheniya, davo muolajalari yordam bermagandagina operatsiyaga yo'llanma bo'ladi. 7-mif: artroz va artrit bir xil kasallik. Real fakt: artrit bu yallig'lanish kasallik. Artroz esa to'qimalarning yemirilishi. Ular klinikasi, ya'ni odamlarda shikoyat bir-biriga o'xshash bo'lishiga qaramasdan, ular turli kasallik va shunga mos ravishda davo muolajalari ham turli bo'ladi. 8-mif: artroz sportchilarda, doimiy harakat qilib turuvchilarda bo'lmaydi. Faqat kam harakatli insonlarda bo'ladi. Real fakt: hozirgi kunda sportchilarimizni ichida ham suyak yemirilishi bilan shikoyat qilayotganlar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. 9-mif: artrozda havo o'zgarishini to'qimalar sezadi va og'riq kuchayadi. Ya'ni ob-havoga bog'liq. Real fakt: havo o'zgarishi to'qimalarga hech qanday ta'sir qilmasligi isbotlangan. Artrozda faqatgina havo o'zgarganda qon tomirlar torayadi va
qon aylanishi buzilishi natijasida, ya'ni qon yaxshi yetib bormasligi natijasida og'riq kuchayadi. Va oxirgi 10-mif eng ko'p tarqalgan shikoyat. Agar bo'g'imingiz qirsillayotgan bo'lsa, demak sizda artroz bor. Real fakt, bo'g'im qirsillashining bir nechta sabablari bor. Buni tizza qirsillashi deb atalgan kontentimda mavzuda to'liq har bitta turi qaysilari xavfli, qaysilari xavfsiz, qaysilarini uy sharoitida davolasa bo'ladi, qaysilarini davolab bo'lmaydi. Hammasi haqida batafsil ma'lumot berganman. Ya'ni qirsillash har doim ham artrozning belgisi bo'lavermaydi. Bu videoni yuqoridagi miflarga ishonib yuradigan artroz kasalligi bor tanishingizga va hattoki vrach tanishingizga jo'natib qo'ying. Sizni ham og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, kommentariyaga o'z og'rig'ingizni va diagnozingizni yozib qoldiring. Va keyingi videomiz aynan sizning mavzungizda bo'lishi mumkin. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.